Masalamiz nostandart ko'rinish zanjir kasr. Zanjir kasr qonuniyati bo'yicha suratda nima bo'lsa o'shani qavsdan olib chiqib ketardik. Keyin mahrajdagi farqlar. Har bir kasrning mahraji birdan ortib boryapti. Demak, mahrajda ham bir farq mavjud. Ko'paytirilgan qavs ichida bir taqsim kichigi oldin, kattasi keyin mahrajga ayruv qo'yib yoziladi. Bir taqsim x qo'shib 2. Qo'shilgan keyingisida bir taqsim x qo'shilgan 2 ayrilgan bir taqsim x qo'shilgan 3. Qo'shilgan bir taqsim x qo'shilgan 3 bo'ladi keyingisi, ayrilgan bir taqsim x qo'shilgan 4. Keyingisida qo'shilgan bir taqsim x qo'shilgan 4, ayrilgan bir taqsim x qo'shilgan 5 va shu narsa bir taqsim 3 ga teng ekan. Ko'rinib turibdi, tashqarida bir kerak emas. X plus 2 mahrajli, x plus 2 mahrajli bilan qarama-qarshi, bular ham qarama-qarshi, bular ham qarama-qarshi. Ular 0 bo'lib ketsa, bir taqsim x qo'shilgan 1 ayrilgan bir taqsim x qo'shilgan 5 chiqadi va natija bir taqsim 3 ga teng. Kasrlarga umumiy mahraj berib yuboramiz. Shunda x qo'shilgan 1 ni x qo'shilgan 5 ga ko'paytmasi suratida x qo'shilgan 5 ayrilgan x ayrilgan bir ko'rinishga keladi. Bir taqsim 3 ga teng. X lar o'zaro 0 bo'lib ketadi. 4 taqsim x kvadrat plus 6x plus 5 bir taqsim 3 ga teng. Proporsiya ko'paytma qilib yuboramiz. 12 teng bo'ladi. X kvadrat plus 6x plus 5 ga. 12 ni chapga 10 ga ayirish o'tkazib yuborsak, x kvadrat plus 6x minus 7 hosil bo'ladi. Teng 0 ko'rinishda. Ildizlarning ko'paytmasi V teoremasiga ko'ra minus 7 ga teng. D javob.